هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. İbrahim Suresi tefsiri 38. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tevenni dehtanlığa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi İbrahim Suresi 38. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Rabbimiz, sen bizning yoshurun ve aşkar kılganlarımızını bilip tursan. Asman zimindeki hiç narsa Allah'a mahbi emas. Cemi hamd sana yaşangınımda bana İsmail bilen İshak'ni bergen Allah xastır. Rabbim, hakikaten duanı anlap turguçsan. Yani dua kılgıçının duasını icabet kılgıçıdır sen. Rabbim, meni ve bir kısım avladımni namazını ada kılgıç kılgın. Rabbimiz, duayımni kabul kılgın. Rabbimiz, hesap alıdığan günde, yani kıyamet günüde bana, ata-anamga ve müminlerge mağfiret kılgın. İbn Cerir mındaktaydı. Allah Teala bu ayette özünün dostu İbrahim aleyhisselamның mındak degenlikinden haber berdi. Rabbimiz, sen bizning yoshurun ve aşkar kılganlarımızını bilip tursan. Sen bizning yoshurun ve aşkar kılganlarımızını bilip tursan. Yani mening dua qilishimdagi maqsadimni ve mening Mekke ahliga qilgan duayimdagi tilikimni sen bilasan. Hakikaten o duayim senin razılığına erishish ve sen üçün xolis bo'lish uchundir. Sen hakikaten aşkara ve yoshurun narsalarning hammasini bilsan. Zimindeki ve asmandaki narsalardan hiç biri sana mahfi emasdir. İbrahim aleyhisselam qirg'anda o'ziga bola berilganlik uchun Rabbiga hamd sano aytib mundaq dedi. Jemi hamd sano yaşang'inimda bana İsmail bilen İshak'ni bergen Allah xosdir. Rabbim, hakikaten duanı anlap turguçudur. Yani dua kılgıçının duasını icabet kılgıçıdır. Yani Allah Teala özüge dua kılgan kişinin duasını icabet kılıdı. Men Allah Teala'dan perzent tilep dua kılgan idim. Allah Teala duayımını icabet kıldı. Rabbim, meni ve bir kısım avladımni namazını ada kılgıç kılgın. Yani meni ve mening bir kısım avladımni namazning qoida prinsiplariga rioya qilib ado qilg'uchilardan qilg'in. Rabbimiz, duayimni qabul qilg'in. Rabbimiz, hesap oladigan kunda, ya'ni qiyomat kunida menga, ota-onamga va mu'minlarga mag'firat qilg'in. Ya'ni bandalaringdan hesap elib ularning yaxshi amallariga mukofot, yomon amallariga jazo beradigan kunda mu'minlarga va ota-onamga mag'firat qilg'in. Bu dua İbrahim aleyhisselamның atısının Allah Teala'ga bo'lgan düşmanligi oshkor bo'lib, uningdan ada juda bo'lishdan burun qilgan duosidir. Zalimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamag'in. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchiyib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Bu kunda ular başlarını kötürüp algı qarab çapıdı. Közleri içilip qalıdı. Tengir qılganlıqdan dilleri aql idrakdan xali bolup qalıdı. Allah Teala'nın kafirlarning qilmishidan bexabar emasligi, balki ularga muhlat berganlik.
Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, zalimlarning qilmishlaridan Allah Teala'ni bexabar deb o'ylamag'in. Ya'ni Allah Teala ularga muhlat berib, ularning ajlini kechiktirsa, Allah Teala'ni ularning qilmishlaridan bexabar qoldi, ularni bekor qo'yibdi, ularning qilmishlarining jazosini bermadi deb o'ylab qolmagan. Amaliyotda Allah Teala ularning qilmishlarini birdan sanab hisoblab qo'ydi. Allah ularni jazolashni shu kunning dahshatidan ko'zlar chekchib qoladigan kungacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktirdi. Ya'ni qiyomat kunining dahshatidan shundoq bo'ladi. Allah Teala ularning qabrlaridan turgandagi ahvolini va mahshar maydoniga aldıraydiganlıqını bayan qilib mundaq dedi: bu kunda ular başlarını ko'tarib alga qarab chopadi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: ular chaqirg'uchining oldiga bo'yinlarini so'zgan holda yuguraydi. Bu kunda kishilar Allohning mashhargohga da'vat qilg'uchisiga ergishadi. Qing'ir ketmaydi. Merhametlik Allah'ın ulug'ligi ve haybetidan qo'rqib barliq ovozlar besqidi. Pichirlashgandan boshqani anglamaysan. Bu kunda merhametlik Allah izni bergen ve sözüden Allah razı bo'lgan odamning shafaatidan boshqa hech qanday shafaat foyda bermaydi. Allah ularning oldidikini ve keynidikini biladi. Ular bo'lsa uni bilmaydi. Gunohkorlar mahluqotni idora qilib turg'uchi mangu hayot Allohga egiladi. Allohga shirik keltirganlar cheksiz ziyon tortadi. O kunda ular qabrlardan chiqib, xuddi tiklab qo'ygan butlarga qarab yugurgandek mahshargohga yugurdi. Gözleri içilip kalıdı. Yani yirak qarab gözleri çıkıp ketgudek derecede çekçiyip kalıdı. Ulağı düşken azap tüpeyli korkunuşunun dehşetlikinden gözünü birden mi yumalmaydı. Kıyametteki bu korkunuşluk haletten Allah Teala'ya sığınıp panoh tileymiz. Tengirqiganlıktan dilleri akıl idraktan hali bulup kalıdı. Yani korkunuşunun dehşetlikinden ularning dilleri hemme nerseden halidir. Şunun için Katade ve bir cemaat mundaq dedi: korkunuşunun dehşetlikinden yürekleri öz orunlarından qozg'ilib, bo'g'izlariga keplişip qalganligi uchun yüreklerinin orunları boştur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, kişilerini yani kuffarlarını azap keladigan gün yani kıyamet günüden agahlandırgın. Bu günde zalimlar Rabbimiz bizge qisqagina vaqt mühlet bergen, yani dunyoga qaytirgin, da'vatingni qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli deydi. Ularga sizlar ilgari biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyildi. Özleriga zulm qilganlarni halok qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchu, ularni qandoq jazolaganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Yani payg'ambarlarga chin bitmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ular haqiqatan payg'ambarlarga va mu'minlarga mikr ishlatdi. Ularning mikri tog'ni o'riyotgidek cho'ng bo'lsa-mu, Allah ularning mikrini barbod qiladi. Azap kelgende mühlet verilmeydiganlığı,
Allah Teala bu ayette özleriga özleri zulüm kılgan kişilerinin öz azabını köz aldıda körgende deydigan sözlerini bayan kılıp mundaq deydi. Rabbimiz bizge qisqagina vaqt möhlet bergen, yani dunyoga qaytirgin, da'vatini qabul qilayli, payg'ambarlarga ergishayli. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularning, yani kafirlarning biriga o'lim kelsa, aytidiki: Rabbim, meni dunyoga qaytirgin. Men qo'yib kelgan mol-mulkim bilan yaxshilik qilishim mumkin. Uning dunyoga qaytishi mumkin emas. U cho'qim shu so'zni qilg'uchidir. Ular qabrlaridan turg'izilgan kunga qadar ularning oldida ularni dunyoga qaytishdan to'sadigan bir to'sma bo'ldi. Ey mu'minlar, mollaringlar va ballaringlar sizlarni Allohning zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan g'aflat qoldirmasin. Kimlarki shunda qiladigan, ular ziyon tortquchilardir. Biringlarga o'lim kelib, Rabbim nimishqi meni, ya'ni ajilimni bir oz kechiktirmadan sadaqa qilib yaxshiladim bo'lar edim deyishdan burun o'zinglarga rizq qilib berilgan narsalarni sadaqa qilinglar. Subhanalloh. Allah Teala ularning mashhargohdagi holatidan xabar berib mundaq deydi. Agar sen gunohkorlarning Rabbingning dargohida boshlarini sangiltib turganligini ko'rdigan bo'lsang, albatta qo'rqinchli holatni ko'rgan bo'larding. Ular aytdi: Rabbimiz ishning haqiqatini ko'rdik, angladik. Bizni yaxshi amal qilish uchun dunyoga qaytirgin. Biz endi haqiqatan sening va'dangning haq ekanligiga ishonguchilarmiz. Ular do'zaxda: Rabbimiz bizni chiqaribsan, dunyodagi vaqtda qilgan amallarimizdan boshqa amallarni qilsak deb yolvorib to'g'laydi. Alloh taolo ularning so'zlariga raddiya berib mundaq deydi: Ularga sizlar ilgari biz hergiz yo'qolmaymiz deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi. Ya'ni sizlar mushu holatdan burun biz ega bo'lgan huquq, farovonlik, ne'matlar yo'qolmaydi, qaytib boradigan joy qiyomat va u kundagi jazo yo'q deb qasam ichmaganmidinglar? Shu qilmishinglar uchun bu azobni tetinglar. Mujohid va boshqalar biz hergiz yo'qolmaymiz degan oyatning ma'nosi to'g'risida sizlar dunyodan oxiratga yetkilish yo'q deb qasam ichmaganmidinglar deyiladi dedi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: Ular Allah o'likni terildirmaydi deb qattiq qasam ichishdi. Undaq emas, ya'ni o'likni terildirdi. Allah va'dasini cho'qim ishga oshirdi. O'zlariga zulm qilganlarni halak qilganimizdan keyin sizlar ularning joylarida turdinglar. Ularning joylaridan ibrat olsanglarchi, ularni qandoq jazo olganligimiz sizlarga aniq ma'lum bo'ldi. Sizlarga nurg'un misollarni keltirdik. Ya'ni payg'ambarlarga chin tutmaganlarning ahvolini bayon qildik. Ya'ni sizlardan burungi payg'ambarlarni yolg'on degichi ummatlarga biz tarafdan tushgan azobni ko'rdinglar. Uning xabari sizlarga yetdi. Mushundoq turuqliq sizlar yanala ulardan ibrat olmadinglar ham, biz ularga tushirgan azob sizlar uchun bir ogohlantirish bo'lmadi. Mukammal hikmat keldi. Allah ularni shaqiy qilganligi uchun ularga ogohlantirishlarning foydasi bo'lmaydi. Shu'ba Abu İshaqdan Ali radiyallohu anhuning ularning mikri tog'ni o'rib o'tgudek cho'ng bo'lsa-mu, Allah ularning mikrini barbod qildi degan oyat haqida mundaq deganligini rivoyat qiladi. İbrahim alayhissalom bilan uning Robbi haqida munozirlashgan bir kishi ikki kichik burkutni pay muskullari qaytib cho'ng bo'lg'icha beqib, ondan sandiqqa qo'ziq bekitib, ularni qo'ziqqa mustahkam bog'ladi
ve qushlarni och qo'ydi. U odam bilan yana bir odam sandiqda o'ltirib, u ikki burkutning go'shini ko'rib, uchishi uchun uchiga go'sh ilingan bir tal tayoqni egizroq qilib sandiqqa bekitdi. Shuning bilan u ikki burkut uchdi. U odam yenidagi odamga qarag'ana nimalarni ko'ryapsan dedi. U odam "Bunu narsalarni ko'ryapman" deb bo'lib, oxirida dunyoning hammasi men uchun chivinchilik ko'rinyapti dedi. Del shu chaqda go'sh ilingan tayoq pastga tushib ketdi. Qushlar pastga qarab sho'ng'idi. U ikki kafir mana shundoq halok bo'ldi. La ilaha illalloh Muhammad Rasululloh. Ali radiyallohu anhu mana bu Alloh taolaning ularning mikri tog'ni o'rib o'tgidek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi degan oyatining ma'nosidir dedi. Mujahid bu voqeani Buxtin Nasrdan sodir bo'lgan deb mundaq bayon qildi. Buxtin Nasrning ko'zi yer yuzidan va uning ahlidan uzilgan chaqda uningga yuqori tarafdan "Ey haddidan oshgan zolim, qayerga bormoqchisan?" deb nido keldi. Shuning bilan u qattiq qo'rqib, lassida bo'shib ketdi. Shuning bilan uchiga go'sh ilingan nayza tushib ketdi. Uchiga go'sh ilingan nayza tushib ketdi. Burkutmu pastga qarab sho'ng'iydi. U burkutning qattiq ovozidan tog'lar titrab, o'rilib ketgan tas qoldi. Mana bu Alloh taolaning ularning mikri tog'ni o'rib etgidek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qiladi degan oyatining ma'nosidir. Avfi ibn Abbas radiyallohu anhumadan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ularning mikridan tog'lar o'rilib ketmaydi. Hasan Basri mo shuning o'xshash dedi. Ibn Jarir bu ma'noni tuvandagi usul bilan bayon qildi. Ya'ni ularning Alloh taolaga shirik keltirib kofir bo'lib qilgan qilmishlari tog'lar va boshqa narsalarga hech qanday ziyon keltirolmaydi. Ziyon yetkazolmaydi. Haqiqatan ashu qilmishlarning vaboli o'ziga yonadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Sen zaminda mag'rurona yurmagan. Hakovurlikdan ayg'ing bilan yerni teshib etolmaysan. Har qancha gidaygining bilan egizlikda tog'larga tengkilanmaysan, tog'larga tenglasholmaysan." Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radiyallohu anhumadan ularning mikri tog'ni o'rib etgudek cho'ng bo'lsa-mu, Alloh ularning mikrini barbod qildi degan oyatning ma'nosi haqida ularning shirik keltirgan narsalardan tog'lar o'rilib ketgan tas qoladi deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: "Bu so'zning yomonligidan osmonlar parchalanib ketgili, yer yerilib ketgili, tog'lar gumron bo'lib ketgili tas qoladi. Bu shuning uchunki ular Allohning bolasi bor deb da'vo qildi." La havla va la quvvata illa billah. Allohni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagan. Alloh haqiqatan g'olibdir. Do'stlari uchun dushmanlaridan intiqom olg'uchidir. U kunda zaminmu boshqa bir zaminga, osmonlarmu boshqa bir osmonlarga aylandi. Ular, ya'ni butun xaloyiq qabrlardan chiqib, yegona qudratlik Allohning dargohiga, ya'ni mashhargohga hozir bo'ladi. Alloh taolaning va'dasiga xiloflik qilmaydiganligi. Alloh taolo o'zining va'dasini ta'kidlab va kuchlantirib mundaq deydi: "Allohni payg'ambarlariga qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagan." Ya'ni Alloh taoloni dunyoda va guvohchilar hozir bo'ladigan qiyomat kunida payg'ambarlarga yordam beradiganligidan iborat qilgan va'dasiga xiloflik qiladi deb o'ylamagan.
Allah Taala özünün iradəsiga hech narsaning to'salg'i bo'lanmaydiganligi, özünün g'olib ekanligi va kafir bo'lgan va tangan kishilardan intiqom oladiganligi to'g'risida xabar berib mundaq deydi. Bu kunda u kunni inkor qilg'uvchilarga voy. U kunda zaminmi boshqa bir zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonlarga aylandi. Ya'ni Alloh taolaning bu va'dasi zamin tonuşluq holatidan o'zgarib, boshqa bir zaminga aylangan kunda hosil bo'ladi. Bu haqda İmam Buxoriy va Muslim Sahli ibn Sa'id radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. İnsanlar qiyomat kunida qilchilikmi egizpas va o'yman cho'nqirligi bo'lmagan tüz yo'ruq bir zaminga to'planadi. İmam Ahmad Ayşe radiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. U kunda zaminmi boshqa zaminga, osmonlarmi boshqa bir osmonga aylandi degan oyatning ma'nosi haqida Payg'ambar alayhisalomdan tunji bo'lib men so'ragan edim. Men ey Allohning payg'ambari, shu kunda insonlar qayerda bo'ladi dedim. Payg'ambar alayhisalom pilsirat ko'rigi ustida bo'ladi dedi. Bu hadisni İmam Muslim, Tirmizi va Ibn Majah qatorliqlar rivoyat qilgan. İmam Muslim Payg'ambar alayhisalomning azat gardisi Savban radiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men Payg'ambar alayhisalomning qishida o'ri turatdim. Payg'ambar alayhisalomning qishiga Yahudining rohiblaridan biri kelib, "Assalomu alaykum ey Muhammad" dedi. Men u rohibni bir ittargan edim, u yiqilib ketgili tasli qoldi. U meni ittarma dedi. Men uningga "Ey Muhammad demay, ey Allohning payg'ambari deb chaqirmamsan" dedim. Yahudi "Biz uning oilasi qo'ygan ism bilan chaqiramiz" dedi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom "Mening oilam men qo'ygan ism Muhammaddir" dedi. Ondan o Yahudi "Senden bir narsa so'rag'ili keldim" dedi. Payg'ambar alayhisalom "O narsani menga so'zlab bersam, o narsani sana so'zlab bersam, menga foyda qilamdi" dedi. Yahudi "Quloq silib anglayman" dedi. "O narsani sana so'zlab bersam, sana foyda qilamdi" dedi. Yahudi "Quloq silib anglayman" dedi. Payg'ambar alayhisalom qo'lidagi tayoq bilan yerni cho'qib turib, "So'rg'in" dedi. Yahudi "Zamin boshqa bir zaminga, osmonlar boshqa osmonlarga aylangan kuni insonlar qayerda bo'ladi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ular zulmat ichidagi ko'rikda bo'ladi" dedi. Yahudi "O ko'rikdan eng avval kim o'tadi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Muhojirlarning namratlari" dedi. Yahudi "Ular jannatga kirganda qanday qimmatli sovg'a berildi" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Kitning jigiridagi bir parcha ortiq go'sht" dedi. Yahudi "Ularning uningdan keyin yeydigan tamog'i nima" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Ular uchun jannatda o'tlaydigan jannatning öküzleri bo'g'izlanadi" dedi. Yahudi uning orqidan ichadigan ichimligi nima" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Jannatdagi salsabil deb atiladigan bir buloqning suyidir" dedi. Yahudi "Rost ayting, men sendan zamin ahlidan faqat payg'ambar yoki bir odam yoki ikki odamlar biladigan narsadan so'rag'ili kelgan edim" dedi. Payg'ambar alayhisalom "So'zlab bersam sana foyda qilamdi" dedi. Yahudi "Quloq silib anglayman. Men sendan balaning o'g'il yoki qiz bo'lishining sababi haqida so'rag'ili keldim" dedi. Payg'ambar alayhisalom "Erning ma'nisi iqshiroq, ayolning ma'nisi seriqroq bo'ladi. U ikkisi bir yerda bo'lganda erning ma'nisi ayolning ma'nisini besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bola o'g'il tug'iladi. Ammo
ayolning manisi erning manisini besib ketsa, Alloh taolaning izni bilan bola qiz tug'iladi dedi Yahudi. Haqiqatan rost aytding, shak shubhisizki sen payg'ambar ekansan dedi. Ondan u qaytib ketdi. Payg'ambar alayhisalom uning mendan so'ragan narsalardan mening hech qanday bir ilmim yo'q edi. Dal shu chaqda Alloh taolo menga u so'ragan narsalarni bildirdi dedi. Ular yani bütün haloyiq qabrlardan chiqib yegona qudratlik Allohning dargohiga, yani mashhargohga hozir bo'ladi. Yani mahluqotlarning hammasi qabrlardan chiqib bo'yinlar egiladigan va aqllar ayminadigan g'olib her narsaga qodir yegona Alloh taoloning oldiga to'plandi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o kunda günahkarlar yani kuffarlarni zincirler bilen bir-biriga chetilib bağlangan holda ko'rsan. Ularning ko'ngliki qarimaydin bo'ladi. O't ularning yuzlarini o'rib oladi. Allah her kişinin qilmishiga qarab shundoq jazo berdi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Günahkarlarning qiyomatdagi ahvoli. O kunda zaminmi başqa bir zaminga, osmonlarmi başqa bir osmonlarga aylandi. İnsanlar hesap berish uchun hozir bo'ladi. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, şu kunda kufurluq va buzg'unchilik bilan gunoh qilgan gunohkorlarning gunohda o'zlariga o'xshashlar yoki shakl jihatdan o'xshashlar bilan bir yerga jam qilinib, ularning ba'zilariga ishkanlar orqali chetib bog'langanligini ko'rsan. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah farishtalarga aytadi. Zulm qilg'uvchilarni ularning mushriklikdagi, kufrdagi qayoshlarni va ularning Allohni qo'yib cho'qingan butlarini mashhargohga to'planglar. Canlar öz qayoşlarına qo'shilgan chaqda ular zincir bilan bog'langan holda do'zaxning tar yeriga tashlangan chaqda bu yerda ular o'zlarining o'limini tilaydi. Hamda uningga katta binolarni salalaydigan qurg'uchi va dengizlarga cho'kib unchi marjonlarni elib chiqalaydigan g'avvos şeytanlarını boysundurup verdik. Yine nurgun şeytanlığa işgal selingandır. Ulanın köngülki qaramaydın boludu. Yani ulanın kiydiğen kiyimi töge maylaydiğen maydındır. Katade mındaq deydi. O ot en tez tutuşidiğen maydır. İbn Abbas mındaq deydi. O eritilgen en yuqori hararetlik mistur. Mücahid, Ekrime, Said ibn Cübeyr, Hasan ve Katade qatarlıqlardan mu İbn Abbas'a o'xshash rivayet qilindi. Ot ularning yüzlerini o'rib Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ularning yüzlerini ot ko'ydirdi. Kalpıkları qo'rilib, tishlari ichilib, bedchiray bo'lib qoldi. İmam Ahmed Abu Malik Ash'ari radiyallahu anhudan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Mening ummatimda jahiliyatdan qolgan 4 xil ish bor. U bo'lsa-mu ajdodining nasibining ulug'ligi bilan faxrlanish yoki nasablar bilan kamsitish. Yulduzlardan suv talab qilish va o'likka yig'izor qilishdan iboratdir. O'likka yig'izor qilg'uchi ayol o'lishdan ilgari tavba qilmasa, qiyomat kunida to'gi maylaydigan maydin ishton va qichqoqdan chapan kiygan holda terildiriladi. Bu hadisni İmam Müslim rivoyat qilgan. La havle ve la kuvvete illa billah.
Allah her kişinin qilmishlariga qarab shundoq jazo berdi. Ya'ni qiyomat kunida jazo berildi. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi. Allah yomonlik qilganlarni qilmishlariga qarab jazolaydi. Yaxshilik qilganlarga chiroyli mukofot berdi. Allah albatta tez hisob olg'uchidir. Ya'ni Allah Taolaning har narsani biladiganligi, hech narsa uningga maxfiy bo'lmaydiganligi uchun Allah Taala bandisidan tez hisob olg'uchidir. Allah Taolaning qudratiga nisbatan insonlarning hammasi bir odamga o'xshashdir. Allah Taala bu vaqtda mundaq deydi. Ey insonlar, sizlarning dastlabda yaratilishinglar, o'lgandan keyin terildirilishinglar faqat bir odamning yaratilishi, bir odamning terildirilishiga o'xshashdir. Kishilarning ogohlantirilishi, Allohning bir ekanligini bilishlari, aql egalarining va'z nasihat elishlari uchun bu Qur'on tabliğdir. Ya'ni kishilarga tabliğ qilish uchun nozil qilindi. Alloh taolo mundaq deydi. Bu Qur'on insonlarga va'z nasihatdir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Bu Qur'on Mana sizlarni va qiyomatgacha Qur'on yetgan kishilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Ya'ni bu Qur'on inson va jindan bo'lgan mahluqotlarning hammasiga va'z nasihatdir. Alloh taolo bu suraning beshida mundaq degan. Alif lam ra. Bu Qur'on shundoq kitobdirki, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Onu sana kishilarni Rabbining izni bilan qorong'ulikdan, ya'ni kufrdan yo'riqlikqa, ya'ni iymonga chiqarishing uchun g'olib hamma tillarda madhiylangan Allohning yo'liga boshlashing uchun nozil qildik. Allohning bir ekanligini bilishlari, ya'ni Qur'ondagi bir Allohdan boshqa ilahning yo'qligiga ko'rsatilgan dalil faktlardan va'z nasihat elishi uchun bu Qur'on nozil qilindi. Alhamdulillah, Allohga shukrlar bo'lsin. Yuqorida İbrahim surasining oxirigacha o'qidik. İnshaalloh kelar qitimda Hijr surasining 1-oyatidan boshlab anglaysizlar. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.